Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Erkin Asiya radiosi Xitoycha bölümünün qalaymaqan bayonlariga qattiq raddiya berdi. Erkin Asiya radiosining Xitoycha bölümü 28 oktyabr kunidagi xabarda 24 oktyabr kuni Dünya Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik yig'ini Sarayevoda chaqirildi. Bu qitimqi yig'in chaqirilishdan bir necha oy burundan chaqirilguncha Dünya Uyg'ur qurultayidagi shaxslarning bexatarligiga ziyon yetkazish, tutqun qilish va buzg'unchilikqa uchratishdek sonsiz qitim to'salg'iga uchratish urinishiga duch keldi. Uzoqdan buyon uchurlarning taqilishi va so'zning kontrol qilinishi sababidan Xinjiang va Tibetni tilga olganda Jungo xalqi u yerdagi mustaqillikni tashabbus qiladigan va vatanini parchalashga uringan kishilarni o'ylaydi. Qandaqlı bo'lmasin, ularning bilmaydigan yuri shuki, Zangzu va Uyg'ur xalqi eng ko'ngil bo'ladigan masala Jungodan mustaqil bo'lish emas, balki diniy e'tiqod va erkinligiga erishish. Dalay Lama o'tirg'i qo'ygan o'tir yo'l Junxo Xalq Jumhuriyati doirasida Zangzu rayonlariga haqiqiy avtonomiya izlashni ko'rsatadi. O'tir yo'lni o'tirg'i qo'yishdagi maqsad aloqador taraflarning zarur manfaatiga kafolatlik qilish. Xizangga nisbatan aytganda, o'tir yo'l Xizangning dini, kültürü və milli kimligini qoğdaş, davamlaşdırış, şundaqla tərəqqi qıldırışqa kafolatlik qila oladi. O'tir yo'l Jungoning davlat bexatarligi va zamin putunligi, xalqining ittifoqligiga kafolatlik qila oladi. Mundaqcha aytganda, o'tir yo'l chegara bexatarligi va tinchlikni, xalqaro diplomatiyani ilgari surdi. Shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Xizang xalqi eng ko'ngil bo'ladigan masala Xizangning dini, kültürü va milliy kimligini qo'g'diqli bo'lamdi yo'q degandan iborat bo'lib, Xizangning dini, kültürü va milliy kimligini qo'g'diqli bo'lamdi yo'q. Xizangning Jungoning bir qismi yoki emasligi. Beijing Zangzu xalqining diniy erkinligi va turmush usulini buzmaslikqa va'da bera olsa, Zangzu xalqi Jungoda qolishni xohlaydi. Xinjiangdagi Uyg'ur xalqi uchun shundoq. Agar Beijing Uyg'ur xalqini turmaga sulash, ularni xanzucha o'rganishga majburlash va ularning turmush, til va kulturini yo'qotish uchun keng ko'lamda qayta tarbiyalash lagerlarini qurg'achqa Xinjiang mustaqilligiga o'xshash ovozlarni angladi. Boshqa qilib aytganda, atalmish Xinjiang mustaqilligi va Xinjiang mustaqilligining logikasi shuki, asonliq millatlarning o'zining diniy e'tiqodi va milliy kulturini o'zgartirishga, hatto voz kechishga majburlash. Ular agar biz mustaqil bo'lsak, o'zimizning dini, kulturi va turmush usulini qo'g'day olamiz deb qaraydi. Tibet mustaqilligi va Xinjiang mustaqilligi har ikkisi Jungo Kommunistik partiyasining zulmining natijasi. Agar Jungo Kompartiyasi boshqa millatlarning diniy e'tiqodi va kulturiga hurmat qila olsa, biz Xinjiang mustaqilligi va Xinjiang mustaqilligining ovozini anglamaymiz. Zangzu xalqi va Uyg'ur xalqi o'zlarining diniy e'tiqodi va hayotini saqlab qola olgandila Jungo zaminida qolishni xohlaydi. Ammo oldingi shart yuksak avtonomiya deb atalgan o'zining diniy e'tiqodi va turmush usullarini yuksak darajada qo'llash. Texmo keng dairada qaraydigan bo'lsak, Shangang uchun shundoq. Başdan axir Shangang xalqining eng arzu qiladigan Shangang mustaqilligi bo'lmasdan, balki o'zining erkinligini qo'g'dash va qonun bilan idora qilish. Gerçi Tayvanning vaziyati boshqa bo'lsa-mu, Tayvan xalqi uchun eng muhim qimmat yanada mustaqillik emas. Mustaqillik faqat bir vosita, uning maqsadi erkinlikni qo'g'lishish. Agar biz Jungo cho'nquruqligini ochiq va sig'dirishchan hukumat boshqaradi deb tasavvur qilsak, bu hukumat Tayvanning erkin va demokratik siyosiy tuzilmasini saqlab qolishga yo'l qo'ydi. Xinjiang va Xizangning diniy e'tiqodi va milliy madaniyatini saqlab qolishiga yo'l qo'ydi. Jungo hukumati cho'qim mushundaq fuqarolarga hurmat qiladigan zulm va ekspluatatsiyadan xoli ochiq va sig'dirishchan demokratik hukumat bo'lishi kerak. Shunda u xalqining huquqi, urf-odati, kulturi, turmush usuli va o'xshamagan rayonlarning ijtimoiy sistemasiga hurmat qiladi deyilgan. Azaldan mustaqil davlat bo'lish tarixi uzun Sharq Turkistonni Xitoyning bir qismi qilib ko'rsatishga, Sharq Turkiston xalqining tortib olingan egilik huquqini, davlatini asliga keltirish irodasiga palti chepishga, xalqarada xato hukm paydo qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelish yo'llarini to'sishga tirishgan. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti bununla ciddi raddiya berib axbarat e'lon qilib mundaq dedi. Erkin Asiya radiosi Xitoycha bilimning yaqında e'lon qilgan maqolasi Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oli edi. Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan rəhimsiz irqiy qirg'inchilikni oqlashga uringan. Bundaq qiliq faqat Xitoyning faşist, irqchilik, jahongirlik vahshiy istaklarini himoya qiladi. Bu maqola faqat Xitoy Kompartiyasining nuqul tashviqot shakli bo'lib, Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiangning tarixiy masalasidagi oqtashliq kitobda bayon qilingan kun tartiblariga zich mos keladi.
U öz təqdirimizni özümüz belgiləş və müstəqilligimizə erishish huquqimizni nomussizlarcha inkar qiladi. Uyg'ur və başqa türk xalqlarının davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligini və 75 yildan ko'proq davomlashgan Sharq Turkiston Xitoy to'qinishining haqiqiy sababini, ya'ni Xitoyning tajovuz qilishi, ishg'ol etishi, mustamlikasini yoshirdi. Bu maqolaning haqiqiy maqsadi shuki, Xitoy tajovuzchilarining ishg'ol etishi, mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik qilmishlarini izchil davomlashtirib, orqaga chekinmaydigan nuqtaga akilish uchun vaqt bilan ta'minlashdan iborat. Xitoyning Sharq Turkistondagi jahongirlik turlarini voyaga yetkazish orqali Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini inkor qiladi. Shuning bilan bir vaqtda dunyoning diqqatini chachidi. Xitoy jahongirligi mayli kommunizm, mayli millatchilik, demokratiya yoki boshqa har qanday shaklga kirishidan qat'iy nazar, Sharq Turkiston xalqi va uning milliy kimligini asliga keltirgili bo'lmaydigan darajada yo'qotishdan iborat mustamlaka qabih orzusi uchun tirishadi. Shuni qayta aniq qilib ta'kidlaymizki, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmagan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari azaldan boshqa bir har qanday davlatning osonliq millatlari bo'lib boqmagan. Biz qonunsiz ishg'ol qilingan egalik huquqliq davlatning qonunliq fuqarolari. Xitoy tajovuz qilgan birinchi kundan boshlab Sharq Turkiston xalqi tavranmas iroda bilan qarshilik ko'rsatib, egalik huquqimiz va mustaqilligimizni to'liq asliga keltirishni talab qildi. Biz bu talab va taklifdan oz bo'lgan har qanday narsani qabul qilmaymiz. Jahongir Xitoy tajovuzchilari va uning qo'llovchilarining kulturimiz, diniy erkinligimiz, mavjudligimizni qo'g'dishimiz uchun ruxsat qilishiga ehtiyojimiz yo'q. Bizning bu tarzib olmaydigan huquqimiz tug'ilishimizdala bizning qo'limizda bo'lib, Xitoy mustamlikachi tajovuzchilari oxiri davlatimizdan chiqib ketib, kelgan joyiga qaytib ketgandala, turli haq-huquqlarimizni qo'g'dishimiz kapolatga erishidi. Dunyo cho'qim Xitoy jahongir mustamlikachilarining yolg'onchiligini aniq ko'rishi kerak. Jahongir Xitoy mustamlikachilari mayli kommunizm, millatchi yoki demokratiya qiyofatiga kirib olgan bo'lsin, o'rtaq nishoni bo'lsa, qanday bo'lishidan qat'iy nazar har qanday vositalar orqali jahongirlikni mustahkamlash va kengaytirishdan iborat. Biz xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi qonunliq talabini qo'llashga, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga, Xitoy jahongirligi va mustamlikachiligiga qarshi turishga chaqiramiz. Xitoyning jahongirlik mustamlikasi va kengayishini oxirlashtiradigan payt keldi dedi. Xitoy hukumatiga chetishliq guruh Singapur telegraf shirkatiga tor hujumi qo'zg'ash bilan ayblangan. Reuters agentligining 5 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Bloomberg agentligining seshanba kuni xabar qilishicha, Xitoy davlat qo'llagan xakerlar guruhi 6 oyda dunyoviy tor hujumi faoliyatining bir qismi sifatida Singapur telegraf shirkati va halqaliq ul asliya tijoratchilarini nishon qilgan. Telegraf shirkati tekshiruvchilari bu qonunga xiloflik qilish qilmishini World Typhoon Burni deb atalgan xakerlar guruhi elib borgan deb qaragan. Singapur telegraf shirkatining bayonotchisi 6 oyda yomon g'arazlik yumshoq detal bayqaldi. Keyin bular bir taraf qilindi va munosabatlik organlarga doklad qilindi. Hech qanday sonliq ma'lumot oshkorlanmadi va mulozimatga ta'sir ko'rsatmadi degan. Typhoon Burni Amerikaning telegraf va energiya qatorliq halqaliq ul asliya sohalariga singib kirgan. Ammo Xitoy tor bexatarlik organlarining bu guruhning xalqaro to'lam to'lash tashkiloti tomonidan tashkillanganligini isbotlaydigan dalil isbotlarni e'lon qilganligini aytgan. Bloomberg xabarlarining aytishicha, Xitoyning Singapur telegraf shirkatiga tor hujumi qo'zg'ishi kelgusida Amerikaning telegraf shirkatlariga tor hujumi qo'zg'ashdagi bir sinoq ekan. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, dokladda vaqadan kelgan uchurlar Xitoyning chet eldagi halqaliq ul asliyalarini nishon qilgan tor hujumining kun sayin kuchayotganligi haqida tushuncha berdi deyilgan. Tang atmasmi? Hammaga atdi tang, bizlarga atmas ushbu tunlarda. Kun nuri yo'qolgandir ko'zimdan ushbu kunlarda. Sıkıldım hem boğuldum, çıkmadı canım aziz senden. Kulağımga sada geldi, ayrılmayman men senden. Tenim yurttur, canım eldur, akar sular göz yaşı. Ağa ini kırındaştur, gem günlerde mundaşı. Ulug erler pida kılgan bu toprakka aziz başı. Qızıl qanğa buyalğandır bu tağlarning qara taşı.
Bu tuproqni sug'argandir shahidlarning aziz qoni. O'lib ketguncha bermaydi tenida bo'lsila joni. Vatan ko'ngildir ulus bulbul qo'nib o'ynamoqda har shoxda. Cho'g'indaklar uchib ketsa kulib sayraydi shu chog'da. Ümitsiz bo'lma ey xalq, qara baxting ichilmasmi? Qara tunlar ketib boshdan quyosh nuri chechilmasmi? Çalışmaq birla topqaysan muradingni aziz millat. Çalışqanda ko'rarsan ey azizlar obro'y izzat. Abduri Asadulla Shayxzoda. Manba Erkizdi 107-son. 1947-yili 26-noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Borhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qadimgi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.